Okalar, Andijonlik do'konimizga yetib kelganmiz. Ko'rib turganingizdek, barcha mahsulotlarimiz bu do'konda ham bo'ladi, okalar. Hozir do'konni bitta obzor qilamiz, ko'rib turibsizlar. Barcha mahsulotlarimiz bor. Bizning hamkorimiz Abduvohid aka. Abduvohid aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz bilan qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Ha, bir yarim yildan o'tdi-da, 2024-yil. Sentyabrdan beri. Bizning mahsulotlarimiz haqida bitta fikringizni aytib bersangiz. Shartlar hamma yo'q zo'r, mahsulotlar ham zo'r. Hamyonbop, ham sifati ham yaxshi. Hammaga ma'qul kelyapti, xudo xolasa. Qolgan viloyatlarda o'ptimchi akalarimizga tavsiya qilasizmi mahsulotimizni olib sotishligini? Albatta tavsiya qilamiz. Olib foydalaninglar. Yaxshi narsalar, xudo xolasa. Kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerni orqaga chiqarasizlar, akalar, ko'rasizlar, bu yoq do'konda ham barcha mahsulotlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Akamgalar doim foydalanib yurishadi. Eshitdinglar, shuncha vaqtdan beri birga ishlab kelyapmiz. Barcha shart-sharoitlar qulay bo'lgani uchun akamgalar bilan shuncha vaqtdan beri ishlab kelyapmiz. Barcha mahsulotlarimizni do'konga joylab berganmiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa, quyida raqamga aloqa chiqasizlar. Do'koningizga borib, mana shunaqa o'zimizda ko'rib, xo'jayinlarning o'ziga borib ko'rishadi. Shartlarni hammasini shartnomalarni tuzgandan keyin sekin mahsulotni berishni boshlaymiz, akalar.